Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz o'quvchilar, inshaalloh Atfalul G'oba nomli ertak kitobimizni davom ettiramiz. Hop, biz 7-betda to'xtagan ekanmiz. Hayya, bismillah. Hop, va raja'atil ammatu shirriratu wahdaha ila al-qasr. Roja'a qaytmoq dedik. Ammasi qaytdi. Hop, bundan oldin eslatib o'tib ketaman. Bu professional tarjima emas. Biz so'zma-so'z tarjima qilamiz. Tarjima ham ikki xil bo'ladi. Professional tarjima bo'ladi, so'zma-so'z tarjima. Biz o'rganish uchun tarjima qilamiz. Shuning uchun har bir so'zga urg'u berib ketamiz. Qaysi ma'noda ishlatiladi, ma'nosi nima o'zi. Chunki o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, so'zlar o'zgarib ketib qoladi. Ya'ni ma'nosiga qarab ma'no chiqarish uchun tarjima qilinadi. Biz unaqa emas, o'rganish uchun tarjima qilganimiz uchun bitta so'zlarimni so'zma-so'z tarjima qilamiz. To'yib, hop. Va roja'atil ammatu, ya'ni ammasi qaytdi, shirrira. Qanaqa amma? Ya'ni yovuz ammasi. Wahdaha, yolg'iz o'zi. Ilal qasr, qasrga. Va hiya masrura. Masrur xursand degani, xursand holatda qaytdi. Va lam yash'ur biha ahadun 'inda ruju'iha. Ya'ni u qaytgan paytda biror kimsa lam yash'ur, his qilmadi, sezmadi ya'ni. Valam yaroha, ko'rmadi ham. Valam yaroha, ko'rmadi. Lam o'tgan zamonda qo'shimchasi lam yaroha. Yaroh hozirgi zamon bo'lsa, ya'ni lamdan keyin hozirgi zamon ishlatib, o'tgan zamon ma'nosini beriladi. Ya'ni buni o'rganish kerak alohida. To'yib, ahadun, ya'ni biror kimsa ko'rmadi. Hinama qachonki degan. Qachonki akhadatil atfalul masakina, shu miskin bolalarni olganda va kharajat bihim, ular bilan chiqqanida ilal g'oba, bog'iga. Falamma ata maw'idul g'ada'i. G'ada abid degani, ya'ni abid vaqti, maw'idun vaqti kelganda ata kelmoq. Falamma, ya'ni falamma qachonki abid vaqti kelganda hadarul malik, shoh keldi. Valam yahdirul atfalu, bolalar kelishmadi, ya'ni hozir bo'lishmadi. Minal hadiqati, bog'dan, litanawulit ta'ami, taom tanovuli uchun. Ma'a abihim kal'ada, odatdagi kabi otalari bilan birga. Ya'ni odatdagi kabi otalari bilan birga taom tanovuli uchun bog'dan bolalar qaytishmadi. Va akhadatil xodam, ya'ni xizmatchilar boshlashdi. Akhoda bu yerda boshlamoq ma'nosida kelyapti. Yabhasuna, bahasa qidirmoq. Yabhasu qidiradi. Yabhasuna, ular qidiradilar. Ular qidirishni boshladilar. Anhum, ularni. Bahasa an bilan keladi. Masalan, ana bahastu an qalami fi mihfazati. Sumkamda qalamimni qidirdim masalan. Falam yajiduhum, topishmadi ularni fi ayyi makanin bil qasr aw al hadiqa, bog'dagi yoki qasrdagi biror, ayyi degani shu biror joyda topishmadi ularni. Bil qasr deyapti, shu bi fi o'rnida kelyapti. Ya'ni fil qasri deb ishlatilsa ham bo'ladi bu yerda. Wan tashara, va tarqaldi al harasu, qo'riqchilar, li bahthi anhum, ya'ni mana anhum, ularni qidirish uchun tarqalishdi qo'riqchilar fil madina, shaharda. Falam yajidu ahadan minhum, ulardan birortasi falam yajidu, topmadilar. Vajada, topmoq. Va kharajal maliku va wuzara'uhu va mustasharuhu. Chiqdi, kim chiqdi? Al malik, bu fa'il bo'lyapti, ya'ni shoh chiqdi. Va wuzara'uhu, va vazirlari chiqdi. Va mustasharuhu, va maslahatchilari chiqdi. Va junuduhu, va anaqa askarlari chiqdi. Va muhibbuhu, va uni muxlislari, ya'ni muhibbini, uni yoqtiradigan odamlar ham chiqdi. Lil bahthi anil amirayni wal amirati, ikki shahzodani va malikani qidirish uchun. Fi kulli baladin minal biladil qaribati wal ba'idati, barcha davlatlarni, barcha joylarni, minal bilad, shu davlatlardagi barcha shaharlardagi barcha shaharlarni, fil qaribati wal ba'idati, yaqin va uzoq bo'lgan. Va raja'u jami'an bi g'ayri fa'idatin, barchalari qaytdilar, jami'an barchalari. Bi g'ayri fa'idatin, ya'ni foydasiz holatda qaytishibdi.
ولم يعرف أحد lahum makanan, ya'ni ularni joyini biror kimsa, ya'ni hech kim bilmadi. Walam ya'lam, bilishmadi ahadun al jihata allati qasaduha. Qasada jo'namoq ma'nosida berdi. Ular jo'nagan tarafni, jihatun taraf, biror kimsa bilmadilar. Waqtafaw biha, va ular yo'q bo'lgan, ya'ni joyini bilmadilar. Ixtafa, ixtafi yashirinmoq, yo'q bo'lmoq ma'nosida. طيب إلا العامة الشريرة التي كتمت جريمتها إلا كي أمسه يوز أمسه قاسيكي كتمت كتم يشرماق سر ساقلما ديان جريمتها جريمة جنايات ديان جناياتنا يشريان أمسنا باشقاسي bilishmabdi. ولم تذكر شيئا مما فعلت aytmadi, ya'ni zikr qilmadi shay'an biror narsani mimma fa'alt, ya'ni qilgan narsasidan. حزن الملك حزنا شديدا لغياب أولاده الثلاثة. Shu 3 farzandlarini yo'q bo'lishidan qattiq xafa bo'ldi shoh. Ya'ni qattiq xafa bo'lishlik bilan xafa bo'ldi. Avladihil aizza, aziz bolalari. Va ixtifaihim, ya'ni xafa bo'ldi nimasidan? Ya'ni ular yo'q bo'lganidan. Va adami ma'rifati makarihim. Adamu ma'rifa, ya'ni shu ma'rifani, ya'ni bilishlikni yo'qligi, ya'ni bilmaslik ma'nosida berdi. Ya'ni makonlarni bilmasligidan. Va zada alayhi al-huzn, unda xafalik ziyodalashdi. Zada ko'paymoq, ziyoda bo'lmoq ma'nosida. Va akhadha astiqa'uhu min an-nubala'i wal wuzara'i yusallunahu. Yusalluna tinchlantirmoq degani, do'stlari minan nubala, nubalaun aslzodalar, shu degani amirlar degani. Birligi nabilun, nabil. Xo'p, shu aslzodalar bo'lgan do'stlari va vazirlar uni tinchlantirishni boshlabdi. Va yarjuna minas sabr, va ulardan tilabdi, unga sabr tilashibdi. Roja yarju, umid qilmoq ma'nosi ham bor, sabr qilmoq. Masalan, arju an takuna aliman, men seni olim bo'lishingni umid qilaman. To'yib, walakin kayfa yasbiru, lekin qanday sabr qiladi? Wa qad ikhtafa awladuhu marratan wahida. Va ikhtafa, yo'q bo'lishdi bolalari bir martada, ya'ni bir martada yo'q bo'lishdi. Va zaharat alayhi al-ahzan wal afkaru al-muhzinatu, ya'ni qayg'uli fikrlar va shu xafaliklar unda paydo bo'ldi. Zahara paydo bo'ldi ma'nosida. Wa fi an-nihayati wajada annahu la fa'idata min al-huzn. Oxirida wajada annahu, topdiki albatta u la fa'ida, ya'ni foydasi yo'q min al-huzn, ya'ni shu xafalik, xafa bo'lib o'tirishdan foydasi yo'qligini topdi oxirida. Va anna al-huzna, albatta shu qayg'u, xafalik, lan yurji'a lahu abna'uhu al-a'izza, aziz bolalarini unga qaytarmaydi. Lan yurji'a. Bu yerda roja'a qaytmoq edi, arja'a fe'l ishlatilyapti. Bu yerda qaytarmoq ma'nosida. Arja'a qaytarmoq. Va shakara lillahi hada al-imtihan. Xo'p, Alloh uchun bu imtihon, bu imtihon uchun Allohga shukr qildi. Shakara, shukr qildi ma'nosida. Va taraka umurahu lillahi jalla sha'nuhu. Xo'p, buyuk Alloh, jalla buyuk, ulug'vor degani Alloh azza va jalla deymiz-ku. Aziz va ulug', buyuk Alloh ma'nosida. Xo'p, ishlarini buyuk Alloh uchun, Allohning xohishiga, sha'nun xohishiga qoldirdi. Taraka qoldirdi. Kullu hada hadasa, barcha shu sodir bo'lganda, walam tazkur ukhtul maliki الشريرة شيئا عن الحيلة التي احتالت بها على الأطفال الأبرياء. أبرياء بجناح degani, bari'un degani. Bari'un begunoh ma'nosida. Begunoh bolalari ga qilgan shu ihtalat, hila qilmoq. Hila qilgan hilasini yovuz, shohning singlisi bo'lgan shohning yovuz singlisi
biron narsani nima qilmabdi, aytmabdi. Tazkur aytmoq. Lam tazkur deyapti-ku, aytmadi. Ya'ni shu hiylasi haqida shohga aytmadi. Wal jarimati allati irtakabatha va jinoyatini qaysiki irtakibu bajarmoq, qilmoq degani bu ko'proq shu irtakaba yomon ishni bajarishga nisbatan ishlatiladi. Va ba'da an nama al-atfalu, bolalar uxlagandan keyin al-masakin, ya'ni miskin bolalar, tahta shajarati, daraxt tagida, va tarakatuhum ammatuhum qasiyatul qalb, shafqatsiz qalbli ammasi ularni qoldirgandan keyin, qosiyatun shafqatsiz, ya'ni al-hayatu qosiya jiddan, hayot juda shafqatsiz. Lam yansahum, unutmadi ularni kim? Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo ularni unutmadi. Fa arsala ilayhim thalathan min al-huriyati li hirasatihim. Hop, ularga jo'natdi 3 ta min al-huriyat, parilardan 3 tasini jo'natdi, ularni qo'riqlash uchun. Hirasatun, qo'riqlash. Wal inayati bi umurihim, va ishlariga g'amxo'rlik qilish uchun. Inayatun, g'amxo'rlik. فدرنا حول الشجرة التي نام الأميران والأميرة تحتها. Tagida malika va 2 shahzoda uxlayotgan daraxt atrofida durna aylanishibdi. Daro buni fe'li. Daro yaduru, aylanmoq. Thumma qalat al-hurriyat al-ula. Keyin birinchi pari aytibdi: Ma ajmala haula'il atfal. Qanaqayam bu chiroyli bolalar debdi. Ma ajmala, ya'ni bu anaqa shunaqa so'zlarda, ya'ni ma ajmala hada al-walad. Qanaqayam chiroyli bola. Shu ma'noda. Inna 'inda kullin minhum najmatan bayna hajibayni. Shu peshonasining orasida hajib, ikki qo'shni orasida yulduz bor ulardan deyapti. Ularning oldida yulduz bor ekan. Va hadhihi alamatun ala annahum umara'u va abna'u mulukin. Va bu dalolat qiladiki, annahum, albatta ular, umaro, amirlar, va abna'u mulukin, ya'ni shohlarni farzandligiga dalolat qiladi. Hayya bina kay nuhdira li kullin minhum hadiyatan yafrahu biha ba'da an yastayqiza minan nawm. Hayya, qani, kay uchun ma'nosida. Kay nuhdira, tayyorlaymiz, li kullin minhum, ularning barchasiga, hadiyatan, sovg'a, yafrahu biha, xursand bo'lishadi, u bilan xursand bo'ladigan, ba'da an yastayqiza minan nawm, uyqusidan turgandan keyin deyapti. Hop, shu yerda to'xtaymiz. Shu yergacha lug'atlarni yodlab gapiringlar ham, shu gap tuzib gapiringlar, sodda. Qaysi so'zni bilmasanglar, xuddi shu so'zga gap tuzib, kamida 3 tadan gap tuzib gapirishlar kerak bo'ladi. Shunda ancha lug'at boyligilar ham shu ko'payadi, ya'ni esda qoladi, yodlagan lug'atinglar yana nutqinglar ham rivojlanadi shu bilan, inshaalloh. To'yib, ma'assalama.